Assalomu alaykum. Sizlar bilan Atom o'quv markazi va Zamat Sabirov. Bugun sizlar bilan milliy sertifikatga tushgan yana bir savolni ishlashini ko'rib chiqamiz. Bu masalamiz urug'lanishga oid bo'lib, bu masalamizda nima deydi qarang. Kafir buyvolining spermatogonisida yovvoyi kurkaning tuxum hujrasida va giyena itining spermatidasidagi jami xromosomalar soni 110 taga teng. Giyena itining spermatogonisidagi avtosoma xromosomalar soni shu hujayradagi xromosomalarning 95% ni tashkil etadi. Kafir buyvolining spermatidasidagi jinsiy xromosomalar soni shu hujayradagi xromosomalarning 4% ni tashkil qiladi. Unda A dan S'gacha bo'lgan topshiriqlarni bajaramiz. Qarang. Birinchi bo'lib men qarang. Har birida jami nechta xromosoma borligini, kafir buyvolining spermatogonisi, yovvoyi kurkaning tuxum hujayrasi, giyena itining spermatidasi. Birinchisi kafir buyvoli spermatogonisi. Birinchisi qarang. Kafir buyvolining nima deydi? Spermatogonisi. Keyin yovvoyi kurka. Yovvoyi kurkaning nimasi? Yovvoyi kurkaning tuxum hujayrasi. Va uchinchisi giyena itining spermatidasi. Giyena iti spermatidasi. Mana shu uchalasidagi jami xromosomalar soni berilgan 110 ta. 110 ta. Endi nima qilaman? Qarang. Birinchi bo'lib har biridagi xromosomalar sonini topa olaman. Birinchi bo'lib qarang, giyena itining nimani bergan menda? Giyena itining spermatogonisidagi avtosoma xromosomalar soni shu hujayraning qarang. Har doim o'zi xromosomalar avtosoma va jinsiy xromosomaga bo'linadi. Menda avtosomalar soni 95% ni jinsiy xromosomalar soni bo'ladigan bo'lsa 5% tashkil qilyapti. Agarda qarang, har doim jinsiy xromosomalar soni 2 ta bo'ladi. Shu 5% bo'ladigan bo'lsa 100% ni topib olaman. 100 ni bo'ladigan bo'lsam 0.05 ga 40 bo'ladi. Shunda giyena itida 40 ta, 2 yana 40 ga teng. Xromosomalar soni 40 ta xromosomasi bor. 2 yana 40, mana 2 n teng 40 ga, n teng 20 ga bo'ladi. To'g'rimi? Ha. Keyingisi bundan topamiz. Kafir buyvolining qarang. Nima deyapti? Endi giyena itini topdik. Kafir buyvolining spermatidasidagi jinsiy xromosomalar soni shu hujayradagi xromosomalarning 4% ni tashkil qiladi. Qarang. Tuxum hujayrasida, bitta tuxum hujayrada bitta bo'ladi. Jinsiy xromosomalar shu 4% bo'ladigan bo'lsa, buni 100% ni topib olaman. 1 ni bo'ladigan bo'lsam 0.04 ga teng bo'ladi 25 ga. 25 ta xromosoma bor ekan. Nimada qarang. Bu giyena iti. Endi keyingisidachi bunda kafir buyvoli. Qarang, bunda kafir buyvoli. N teng 25 ga. 2 n teng bo'ladi 50 ga. Kafir buyvoli. Qarang, menda endi qarang. 2 tadan tuxum hujayrasida qarang. Birinchi bo'lib spermatogonidagi to'plamlarni topib olamiz. Hozir savolni bitta o'qib oling. Qarang, bunda 40 ta xromosoma, bunda 25 ta xromosoma, shundaymi? Ha, albatta. Endi qarang, uchinchi bo'lib 25 ta 20 hozir masalan tartibimga jinsiy xromosomalar soni. Shunda masalamizda har birini alohida xromosomalar sonini topib oladigan bo'lsam, qarang, bunda eni 20 ta. Qarang, men nimaga qarang.
Yovvoyi giyena itining spermatidasida. Spermatida gaploid to'plami, spermatogoniy diploid to'plami. Shuning uchun men qarang, 50 ga nimaga deganda kafir bu yo'lni 2 n. Qarang. Bunda kafir bu yo'lda buni 2 n qo'shilgan, keyin giyena itining bo'ladigan bo'lsa n to'plami qo'shilgan. N teng 20, buni 2 n teng 50 ga. Agarda 50. Endi yovvoyi kurkaning xromosomalar sonini topishim uchun qarang. Yovvoyi kurka uchun 110 dan ayiraman 50 ni 50 plus 20 ni. Nimaga? Chunki jami 3 tasida 110 ta xromosoma bor. 110 ta xromosoma bor. 110 dan 70 ni ayiradigan bo'lsam, bunda 40 ta xromosoma qoladi. To'g'rimi? Ha, albatta. Endi qarang. Nima chiqdi? N to'plam chiqdi. Tuxum hujayrada to'plam n bo'ladi. Bunda mana belgilab qo'yaman. Nimaga? Sizga tushunarli bo'lishi uchun. Mana n to'plam. Tuxum hujayrada to'plam n bo'ladi. N 40 chiqdi. Agarda n 40 bo'ladigan bo'lsa, diploid to'plami 2n teng 80 ga. Nimani? Yovvoyi kurkaning xromosomalar soni. Endi men A dan S gacha bo'lgan topshiriqlarni bemalol bajarishim mumkin. Tak, A shartiga ko'ra nima so'rayapti? Yovvoyi kurka hujayrasida meyoz bo'linishining anafaza 1 bosqichidagi DNKlar sonini so'rayapti. Qarang, anafaza 1 bosqichida tushunarli. Tak. Masalamizni A shartiga ko'ra, qarang. Masalamizni A shartida anafaza 1 da to'plam 1 da to'plam teng bo'ladi 2n 4s ga, to'g'rimi? 2n 4s ga. Agar qarang, DNKlar sonini so'rayapti endi shu yerda. 2n teng 80 ga bo'ladigan bo'lsa, 4n teng bo'ladi 160 ga. Mana 160 ga. Shunda A shartida shuni anafaza 1 bosqichidagi DNKlarni so'raganda A shartining javobi 160 chiqdi. Endi B shartiga o'tadigan bo'lsam, B shartida nima so'rayapti? B shartida giyena iti hujayrasining mitoz bo'linishining metafaza bosqichidagi DNKlar sonini so'rayapti. Metafazada ham giyena itida nechta xromosoma bordi? Giyena itida yovvoyi giyena iti. Giyena itining qarang, gaploid to'plami n. Agar n gaploidi n da 20 ta bo'lsa, 2n da teng bo'ladi 40 ga. Endi metafaza, mitozning metafazasida to'plam nechta? Metafaza. Metafazada to'plam 2n 4s ga. 2n dagi to'plam qarang, 2n 40 bo'ladigan bo'lsa, 4n teng bo'ladi 80 ga. 4n 80. Mana B ning javobi ham chiqdi. Endi S ning javobiga kel. S da nima so'rayapti? S da kafir buyvoldi hujayrasining meyoz bo'linishining profaza 2 bosqichidagi xromosomalar sonini so'rayapti. Xromosomalar soni qarang. S shartiga kelsak endi. S shartida kafir buyvolida 2n da teng 50 ta xromosoma bor. Profaza 1 ni so'ragandimi? Profaza 2 ni so'rayapti. Xo'p, mayli. Profaza 2 bo'ladigan bo'lsa, qarang. Pro 2 deb ketaman. Pro 2 da to'plam nechi? N 2s ga. N 2s. Qarang, profaza 2 da to'plam N 2s. Buni 2n 50 ta bo'ladigan bo'lsa, 2n teng 50 ga. Tak, n bo'ladi unda 25 ga. Mana bu A sharti bajarildi. Mana B sharti mana bu yerda bo'ladigan bo'lsa, S sharti mana. A shartida menda anafaza 1 bosqichidagi xromosomalar sonini so'raganda, DNKlar soni 4s bo'lgandan keyin 160 ga. B shartida metafaza bosqichidagi DNKlar sonini so'raganda, bunda 80 ta bo'ladi. S shartida bo'ladigan bo'lsa, profaza 2 bosqichidagi xromosomalar sonini so'raganda, bunda n 25 ga teng bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.